Yevrozaburlarga zakaz bo'yi kutishdan zerikdingizmi? Mana bizda tayyorlari bor. Birinchi qo'l bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganlaringdek, bizda 1 metrli, 1.20li, 1.60, 2 metrli razmerlarda bor. Yacheykasi 7, qasi 19. Hop, simlarning qalinligi 3, 4, 5 razmerlarda bor. Standart 2,5 metr bo'ladi uzuni. Mana ko'rib turganlaringdek. Gabion sitkalar mana. Bir metrga 2 metr. Yacheykasi 6 ga 6. Bularimiz. Xuddi shani yuqori simligi mana. Simi 2,5. Bunisiniki 3 bo'ladi, razmeri qalinroq bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Hop, ranglariga keladigan bo'lsak, hozirda bizda sariq, to'q yashil, och yashil, mokriy rangi bor. Keyin ko'k rangida ham chiqarib beramiz, kraskalar beraveramiz bemalol. 5 ga 2 razmerda ham bor Gabion setkamiz. Bunisi 75 ming so'm. Narxlarni aytib ketdik. Gabion setkamiz 75 ming so'm. Hop, bunisi 85 ming so'm, 3 razmerda qalinligi. Bunisi yuqasi 55 ming so'm. Hop, yevrozaburlarimizda ham ranglari sariq, och yashil, to'q yashil, ko'k. Bunaqa arteliya rangda bor. Juda ham yorqin rang. Keyin bizda stejki sitkalar mana. Zakaz setkamiz mana 6 metrli setkamiz chiqarib beramiz. Yo'l setkamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana 1.68, uzuni 6 metr. Yacheykasi 15 ga 15 bo'ladi. Simining qalinligi mana 5 lik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu hali nima deydi? Hali deliklarga zo'r. Furakiradi. Yoqqa qilganda o'sha o'zim bilasizlar. Stejki sitkalarimiz 15 ga 15. Endi hozir men sizlarga necha borligini aytib beray. 10 ga 10, 15 ga 15, 20 ga 20 razmerlarda bor bizda. Simlarning qalinligi 2,5 lik, 3 lik, 4 lik, 5 lik razmerda bo'ladi. Mana 15 ga 15 4 ligi mana. 4 lik razmerda sim qalinligi. Bunisi 5 lik sim, 5 ligi mana. Bu 20 ga 20 mana. 20 ga 20 razmerimizni 4 ligi. Hop, bunisi mana 10 ga razmerda 4 lik simda, 4 lik qalinlikda chiqarilgan. Yacheykasi 10 cm bo'ladi. 1 metriga 3 metr, 3 kvadrat. Hop, yana nima? Bizda hali nima deydi? Katta qurilishlarga g'ishtlarni orasiga qo'ygan g'isht setkalar ham bor. Bena blok, gaza blok, shlaka bloklar orasiga qo'yilgani g'isht setkalarimiz bor mana. Ularning 3 qator, 4 qator, 5 qator, 6 qatorliklari bor. Qatorligimiz. O naryoqda 3 qatorlik bor.
Mana 3 qatorli. 5 qator, 6 qatorlilari bor. Bemalol orqaga chiqib ko'rasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qapchiqida. Bemalol orqaga chiqib ko'rasizlar mana. Birinchi qo'l murojaat uchun kommentariyaga raqamlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib so'rab olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.